eng qizig'i mashinada pul ketgan, so'm ketgan, kartalar ketgan. Volidamga ko'r 700 ming so'm pul bilan kartasida qolgan. Klik, ya. Kartam o'sha mashinada ketgan, o'sha odam olib kelmasligiga ishonchim komil edi. Shunda ham chekinmadim, ishonasizlarmi? U paytda Xitoydan o'sha narsa zakaz urib sotsam, o'rizordan ham kosmetikalar olib kelib sotardim-da. Mayli dedim, ko'nglimga sig'ganini qaranglar, hozir o'ylasam. 700 mingga kosmetika, o'sha zakaz-pakazlarimni olib oldim-da, uyga bordim. Onam nimaga настроение yo'q, bolam nimaga настроение yo'q deb so'raydilar. Aytolmayman shu gapni.